Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 4-cü ayının 21-ci günü çarşamba. Mübarək Ramazan ayının 9-cu günü. Hamılarınız şu vaxtda xeyirlik bolsun. Aziz görürmənlər, dövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. G'arb matbuotlarning va siyosiy kuzatuvchilarning butun diqqat e'tibori atdi. Ya'ni 22 aprel kuni Angliya va Litva parlamentlarida ovozga qo'yiladigan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasiga markazlashdi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar Angliya va Litva parlamentlarining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishini taqozolik bilan kutmoqda. 22 aprel kuni Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim tomonidan tonishtirilgan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish haqidagi qaror loyihasi va Litva parlamentining a'zosi Dovil Sakalin xonim tomonidan Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb tonish haqidagi sunilgan qaror loyihasi ayrim holda Angliya va Litva parlamentlarida rasmiy ovozga qo'yiladi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasini sungan Angliya parlament a'zosi Nusrat G'ani xonim bilan Litva parlamentining a'zosi Dovil Sakalin xonim Uyg'urlar masalasiga izchil ko'ngil bilib kelganligi va Xitoyning Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik elib berish bilan qattiq ayblab kelganligi sababli Xitoy tashqi ishlar ministrligi tomonidan 22 mart kuni Yevropa ittifoqidagi 10 nafar shaxsga qarata yurgizilgan embargo tizimligiga kirgizilgan edi. Agar yuqorqi qaror loyihalari Angliya va Litva parlamentlari tomonidan qabul qilingan taqdirda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilgan davlatlarning soni 5 ga yuksaladi. Bu yil 1-oyning 19 kuni Amerika tashqi ishlar ministrligi tunji bo'lib Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamli bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagan. Arqadan 2-oyning 22 kuni Kanada parlamenti va 2-oyning 25 kuni Gollandiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlar ustidan elib berayotgan qilmishlarini rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan edi. Kuzatuvchilarning qarashicha, agar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashining 5 doimiy hay'at a'zosining biri bo'lgan Angliya tomonidan qabul qilingan taqdirda buning xalqaroga ko'rsatadigan siyosiy va diplomatik ta'siri intayin yuksak bo'ladi. Gerçi Litva umumiy nüfusi 3 milliondan aşmaydigan ve iqtisodiy jihatda o'rta saviyadagi bir davlat bo'lsa-mu, ammo uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida oladigan qarori butun Rossiyaga va Baltik dengizi davlatlariga, shundaqla sobiq Varshava anglashmasiga a'zo Sharqiy Yevropa davlatlariga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Undan boshqa yana Avstraliya va Belgiya parlamentlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qaror loyihalari sunilgan bo'lib, bu loyihalar navbatda muzokara bosqichida turmoqda. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Xitoyning jazo lagerlari va majburiy emgak tuzumini oqlab kitob yozib chiqqan Fransiyalik Xitoyparast jurnalist Maxima Vivasning xuddi urg'a qolgan chashqandek intayin osal va bechora ahvolga tushib qolganligi o'ttirg'i chiqdi. Xitoyning boshqarishidagi kuzatuvchilar to'g'rida 19 aprel kuni Uyg'urlar haqidagi yolg'on xabarlarning natijasi nomli kitobning avtori Maxima Vivas bilan o'tkazilgan nihoyatda uzun bir suhbat xotirasi e'lon qilingan bo'lib, suhbatda bayon qilinishicha Xitoyparast jurnalist Maxima Vivas Xitoy hukumatining o'rlashtirib berishi bilan 2016-yili va 2018-yili Sharq Turkistonni ziyorat qilib qaytib kelgandan keyin Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini butunlay oqlashni asosiy mazmun qilgan Uyg'urlar haqidagi yolg'on xabarlarning natijasi nomli kitobni yozib chiqqan. Ammo Fransiya va Yevropadagi hech bir nashriyat bu Xitoyparast avtorining kitobini nashr qilishni xohlamagan. 2 yil qatirib yurib, oxiri u 2020-yilining oxirida Fransiyadagi Xitoyparast nashriyat Ipak yo'li nashriyati bilan so'zlashib sesixnoma pur ketgan yuqorqi kitobini nashr qildirgan. Maxima Vivasning o'z og'zi bilan bayon qilishicha, mazkur kitob nashrdan chiqqandan keyin Fransiyadagi har qaysi sohaning intayin kuchlik ayblashiga uchragan. Torlarda uningga la'nat yog'diradigan yozmalar shiddat bilan ko'paygan. Hatto ba'zilar uningga bevosita tahdid solgan. Bir qism yuqori darajali siyosiy arboblar va asosliq televiziya kanallarining riyosatchilari ekronga chiqib, bu Xitoyparast jurnalistni ayni chog'dagi Hitlerning vahshiy fidoyilariga o'xshatib, uni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining cho'moqchiligini qilish va Sharq Turkistonda jarayon qilayotgan realliklarni og'ir darajada burmalash bilan ayblagan. Axborot sohasi va tadqiqot organlari uning bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib, uni yetim qoldirgan. O'zini tadqiqotchi va jurnalist deb atavagan Maxima Vivasning bayon qilishicha, navbatda Fransiya va G'arb ellardagi asosliq matbuotlar va tadqiqot organlari Xitoyga qarshi umumyuzlik birlik sap hosil qilgan bo'lib, bu sohada Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan siyosatlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deydigan qarash hukm surmoqda ekan.
Mahima Vivas özünün Uygurlar haqqındakı yalğan xəvərlərin nəticəsi namlıq kitabında mustabid Xitay hakimiyyətinin Şərqi Türkistan xalqiga yürgüzüb atqan irqiy qırğınçılığını, Xitayning jazo lagerlari va majburiy əmgək tüzümini aqlabla qalmasdan, yana Dunya Uyghur Qurultiyi, Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq tashkilotlarga talablarcha hujum qilgan va ularni Uyg'urlar masalasi haqida yolg'on uchur tarqatish va Xitoy hukumatiga tuhmat choplash bilan ayblagan. Şərqi Türkistandakı jazo lagerlari masalasi dunyoga oshkorlangandan keyin Xitoy hokimiyati g'oyat zo'r mablag' ajratib chet ellardagi ba'zi turaqsiz matbuotlarni va kommunistparast tadqiqotchi va jurnalistlarni setib olib, ular orqali o'zining Şərqi Türkistandagi jinoiy qilmishlarini oqlash va yushirishga urinib kelmoqda. Muqaddas Ramazan ayının kirishi bilan Turkiya hukumatining ba'zi ezilayotgan musulmon xalqlarga yordam buyumlarini avatishi, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğanning Ramazonlik bayonlarida ezilayotgan boshqa musulmon millatlarni tilga ilib, Uyg'ur masalasida yanada sukutda turib olishi o'qituvchi partiya rahbarlarining qattiq tanqidiga uchramoqda. Türkiye'nin sabık baş ministeri, Gelecek Partiyası Reisi Ahmet Davutoğlu 19 aprel günü Türkiye'deki bir televiziya kanalda muhbirlarning sualiga cevap verip, hazır dünyadaki en mazlum xalq hesaplangan Şərqi Türkistanlıqlarga ega chiqmay sukutda turib olishning Türkiye tarixiga tushgan dog'i ekanligini ilgari surdi. O mazkur televiziya programmasida Prezident Recep Tayyip Erdoğanning sukutda turib olishini tanqid qilib mundaq dedi. Bugün dünyadaki en mazlum ezilayotgan Şərqi Türkistan xalqi uchrayotgan zulm oldida Prezident Recep Tayyip Erdoğan sukutda turibotidi. Bu Türkiye tarixiga tushgan dog' hisoblanadi. Türkiye hukumatining hozir Şərqi Türkistan masalasiga bo'lgan pozitsiyasi nomus qilishga tegishlik. Ahmet Davutoğlu apandi so'zida yana mundaq dedi. Keyingi 2 yil ichida Recep Tayyip Erdoğanning og'zidan Şərqi Türkistan degan so'zni anladinglarmi? 2009 yılı men Tashqi ishlar ministrlik vazifasini o'tayotganda hurmatlik Erdoğan Urumchi voqeasini irqiy qirg'inchilik degan edi. Men u mezgillarda Tashqi ishlar ministri bo'lib suhbatim bilan Urumchiga berib bu vaqtda uchrashlar ilib borgan edim. Erdoğan irqiy qirg'inchilik degan bo'lsa Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz buzilmagan edi. Urumchi voqeasini irqiy qirg'inchilik degan kishi bugun uningdan 100 hassa cho'nglikda vahimlik bir voqea bo'lyotidi. Hozir muqaddas Ramazon oyida turibdimiz. Xitoy Uyg'ur erlarini jazo lagerlariga solib, ayollarning yeniga Xitoy erlar o'rinlashtirilayotgan bugungi kunda hurmatli prezident Erdo'g'an nima uchun sukutda turib oladi? Türkiye'deki öhtüçü partiyalardan Gelecek Partiyası 2019 yılı 12 ayda kurulgan bulup, kurulgan günden tatip izcil halda Uygurlarga ege çıkmakta. Mazkur partiya bu yıl 4 mart günü Şərqi Türkistan'da ayol buluş temasida doklad beriş yığını uyuşturup, yığında Uyghur xanım kızlarının hazırki tragediyasi o'tirg'i qo'yilgan edi. Gelecek Partiyası hazır Türkiye boyunca Xitoy Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatsin temasida imzo yig'ish faoliyati o'tkazmoqda. Ular 1 million imzo yig'ib, Türkiye parlamenti bilan har qaysi siyosiy partiyalarga topshirib beradi ekan. İslamiyetning ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid Xitoy hokimiyatining Ramazon munosabati bilan boshlatgan ishki tashqi saxta tashviqotlari chet ellik siyosiy kuzatuvchilarning ig'ir masxarasiga va kishilik huquq tashkilotlarining kuchli raddiyasiga uchrab kelmoqda. Ramazon harpisida Xitoy hukumati tarafidan tarqatilgan tashviqot filmlarida chet ellik diplomat va muxbirlarning Ramazon mezgilida Şərqi Türkistonni ziyorat qilishini qizg'in qarshi oladiganligini va Uyg'urlarning diniy e'tiqod erkinligining qonuniy jihatdan to'liq kapolatga ega qilinadiganligi bayon qilingan edi. Xitoy taratqullarining xabariga qaraganda 18 aprel atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumat Urumchida Xinjiang masalalariga doir axborot e'lon qilish yig'ini degan nomda muxbirlarni kutib olish yig'inini ichib, Şərqi Türkistanning har qaysi joylarining Ramazonlik ahvolini tunishtirgan. Yig'inda har qaysi viloyat shaharlardagi atalmış diniy zotlar va e'tiqodchi omma internet orqali ulanib, o'zlarining Ramazonni xotirjamlik ichida diniy qoidalarga uyg'un holda kutib olganligini bas-basda bayon qilishgan. Bu xabarda Xitoyning xalqaro besimga qarshi tashviqot yurgizayotganligi ro'shan ko'rilgan bo'lib, axborot e'lon qilish yig'inida chet el taratqullarining Şərqi Türkistondagi musulmonlarning diniy e'tiqodining cheklanishi, mulla ulamolarning tutqun qilinishiga doir axborot temalari qattiq tanqidlangan hamda tutqun qilingan zotlarning qandoqdir diniy zotlar emas, balki islom bayrog'ini ko'tarib olib bo'lgunchilik, terrorlik bilan shug'ullangan ozg'un jinoyatchilar ekanligi, Xitoyning qonun davlati ekanligi, bundoq jinoyatchilarga qattiq zarba berdiganligi degandek koni safsadalari kuchab bozorga silingan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoyning bu oyda axborot e'lon qilish yig'ini ichib, diniy zotlar bilan e'tiqodchi ommani o'tirg'i chiqarib so'zlatishi yanada o'z jinoyatini yushirish va xalqaro jamoat besimiga taqobil turish uchundir. Xitoyning Uyg'urlarning diniy e'tiqodini yo'qotishga o'tganligi, o'limalarni tutib, masjidlarni chiqib, Qur'onlarni ko'ydirganligi va avomni o'z dinidan tamoman yiroqlashtirib o'tganligi qil sig'maydigan bir haqiqat. Avstraliya radiosi ABC radio torining 19 aprel e'lon qilgan xabarda ko'rsatilishicha, navbatda Xitoy hokimiyati axborot sohasidagi butun kuchini ishga silib, Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarni yushirish, G'arbning tashviqoti va jazolarini inkor qilishning yuqori to'lqinini qo'zg'agan. Bu to'lqin hozirga qadar oshkorlangan Uyg'urlarga munosabatlik butkul faktlarni yo'qqa chiqarishni nishon qilgan.
Xabarda bayon qilinishicha, Xitoyning yer shari vaqti gazeti mushu bir oy ichida Uyg'ur vaziyatini aqlab, G'arbni ayblab qancha 10 parcha doklad e'lon qilgan. Xitoyning yer shari televiziya kanaliga tava bo'lgan chet eldagi CGTN televiziyasi o'zining to'rida 4-oyning 1-kunidan bugunga qadar Uyg'urlarga aloqador 100 parchadan ortiq film e'lon qilgan. Xitoyning mamlakat ichidagi axborot vositalarini bo'lsa, Uyg'urlarning go'zal turmushi va baxtli Xinjiang degandek temalardagi tashviqotlar xuddi kalkundek besib ketgan. Xitoyning bu tashviqotlarda o'tirg'i qo'yilayotgan mazmunlar Xinjiangning vaziyati tarixdagi har qanday vaqtga qaraganda intayin yaxshi. Uyg'urlar usul o'ynab, naqshi etib, xotirjam, tinch, bayashat yashamoqda. G'arb taratqulardagi Uyg'urlarga oid xabarlarning hammasi yolg'on. Jazo lagerlari, majburiy emgak, majburiy tug'ut cheklash mavjud emas. Irqiy qirg'inchilik aslo yo'q deganlardan iborat bo'lgan. Xabarda izohlanishicha, Xitoy 4-oy kirgandan buyon mamlakat ichidagi axborot vositalarida ham davlatlik axborot vositalarining chet elga qaratilgan inglizcha sahifalarida Uyg'urlar va Sharq Turkistonga oid tashviqotlarni har kuni shiddat bilan kuchaytirishga boshlagan. Xabarda buningga sabab bo'lgan bir qancha omil tilga e'lingan. Bularning biri Amerika, Yevropa Ittifoqi, Gollandiya, Kanada va Angliyaning Xitoyga qarata jazo yurgizganligi ham texmo ko'p g'arb davlatlarining jazo yurgizishga hozirlanayotganligi. Ikkinchisi, g'arb matbuotlarining Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoyatlarga munosabatlik ma'lumotlarning keng ko'lamda qoplaganligi. G'arb xalqi oldida Xitoy obrazining sunganligi bo'lgan. Mana bu omillar Xitoy hokimiyatiga nisbatan xalqaroda emas, Xitoy ichidami og'ir besim shakllantirgan. Buningga javoban Xitoy hokimiyati tashviqot sohasidagi mavjud kuchining hammasini ishga solishga boshlagan. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining yaqinda boshlagan Ruscha xabarlar programmasi rus tilli xalqlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! Добро пожаловать на программу «Ежедневные новости» от телевизионной сети Всемирного уйгурского конгресса. Я, Хидаят Мусаджан, представляем вашему вниманию новости, подготовленные для вас нашими корреспондентами. Dunya Uyg'ur Qurultiyi tashviqot va uchur markazi Uyg'urlar masalasining Rossiyadagi va rus tilida so'zlashadigan xalqlar orasidagi ta'sirchanligini yanada oshirish, shundaqla ularga mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlarini texmo ro'shan holda yoritib berish maqsadida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasining Ruscha kanalini ochishni qaror qilgan va yaqinda YouTube sahifasida Ruscha xabarlar programmasini rasmiy boshlagan edi. Hozircha mazkur Ruscha kanal har hafta seshanba va juma kunlari 2 qitim xabar beradi va keyincha Ruscha programmalarning salmoqi paydan-pay oshiriladi. Navbatda Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi Ruscha kanalining YouTube sahifasidagi obuna soni 35 mingdan oshdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'r televiziyasi kündilik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.